shahrida yashayman. Yoshim 48 da. Bu klinikaga yotishimdan sabab menda kasbim tikuvchilik bo'lgani uchun ancha meni ishim asab bilan bog'liq. Ko'p charchoqlar, stresslar oqibatida menda nevrologik kasallik mavjudga kelgan. Men juda ham ko'p kasalxonalarda davolandim, ko'p doktorlarga murojaat qildim. Har doim boshqa diagnozlar bilan davolashgan, ya'ni bu safar menda ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, holsizlik, shunaqa holatlar bo'ldi. Keyin oxiri SMS klinikasini menga tavsiya qilishdi, chunki bu yerda meni juda ham ko'p tanishlarim davolanib chiqib, yaxshi natijalarga erishganligi uchun, o'zim tikuvchi bo'lganim uchun juda ham ko'p ayollar bilan ishlayman. Keyin mijozlarim ko'p, ulardan yaxshi odzivlar eshitganim uchun bu klinikaga keldim. Bu yerda nervpatolog Shuhrat aka meni ko'rdi. Keyin o'zim bilan birga onamni ham ozgina mazasi bo'lmayotdi, birga kelib yotdik. Kelib yotganimizga bir hafta bo'ldi. Kelgan kunimiz juda ham chiroyli kutib olishdi. Bizga juda ham chiroyli sharoitlar yaratildi bu yerda. Biz juda ham mamnun bo'ldik bu yerda davolanib yotganimizdan. Mana ertaga Xudo xolasa bizni oxirgi davolanish kunimiz, bu yerdan chiqib ketamiz. Shuning uchun bu больницаdan juda ham minnatdorman. Bu больница xodimlaridan ham juda ham minnatdorman. Chunki vrachlar juda ham chiroyli e'tibor bilan 3-4 mahaldan kirib xabar olib, davleniyalarimizni o'chkab, juda ham yaxshi qarashdi bizga. Hamshiralar, tozalik xodimalari, oshxona xodimalari hammasi super darajada. Juda ham minnatdormiz SMS klinikasi xodimlaridan. Alloh bularni xalqimizni sog'ligi yo'lida qilayotgan xizmatlaridan o'zi rozi bo'lsin.